Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana bu ko'kkak kesiladigan stanogimiz. Uy sharoitida ishlab turibdi bizlarniki. 7 ga 3 xonaga bemalol joylashgan. Sal bardagroq materiallar bilan birga bemalol sig'adi. Ko'p joyda egallamaydi demoqchiman. Bu stanok Samarqand viloyati Pastdarg'om tumaniga qo'yilgan. Bu stanokni bizlar Toshkentdan olganmiz. Bu stanokdan chiqadigan mahsulotlarga kiradigan bo'lsak, bunaqangi karnizlar, nalishniklar, nalishnik tagiga qo'yadigan o'yinchoqlar, bunaqangi naqshlar, xohlagan shakldagi yoki mana bu yerda ko'rsatilgan fasonlardan qilish mumkin. Bemalol figura masalasida hech qanaqa muammo yo'q. Cheksiz darajada qilish mumkin xohlagan narsangizni. Mana bu yerda 30lik taroq shaklidagi plastrimiz kesilyapti hozir. Pastda yonida nalishnikda kesilgan. Bu stanokdan keladigan pribelga keladigan bo'lsak, mana shu bitta blokni 1.150.000 mingga oladigan bo'lsak, bundan tayyor mahsulot chiqarib sotadigan bo'lsak, bu mahsulotimiz 3 million, 3,5 million, 4 million ham bo'lishi mumkin. Pribeli yomon emas, yaxshi, Xudoga shukr. Kimdir shu stanokdan olmoqchi bo'ladigan bo'lsa, tavsiya qilaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.